Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun o'tgan qitimqi leksiyaning davomi bo'lgan mushu ma'zi bezi o'smisi to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiyaning asosli mazmuni mushu ma'zi bezi o'smisi, ya'ni uning ichiga yaxshi sifatlik va yomon sifatlik, ya'ni ma'zi bezi raki deganlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, buningda asosligi mushu ma'zi bezi o'smisininki kasal alomatlari to'g'risida to'xtalib o'tma, hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Ma'zi bezi o'smisi degan vaqtida men yuqorida o'tgandagidek asosligi yaxshi sifatlik ma'zi bezi o'smisi va yomon sifatlik ma'zi bezi o'smisi, ya'ni ma'zi bezi rakini o'z ichiga oladi. Bu ikkisi butunlay o'xshamagan xarakterdagi bir kasal bo'lsa-mu, biroq ularninki kliniklik ifodalari, ya'ni bemorda keltirib chiqargan kasallik alomatlarida nihoyatda o'xshashlik bo'lganligi uchun men uni birga so'zlashni to'g'ri ko'rdim. Bularninki mushu kasal alomatliklari nihoyatda o'xshash bo'lganligi uchun ba'zida uni farqlantirishmi biroz qiyin, lekin ularninki davolash unumi butunlay farqli. Yana ma'zi bezi rakininki davolash unumi uninki kasallikninki baldur bayqishi bilan nihoyatda zich munosabatlik. Baldur bayqalsa davolash unumi yaxshi bo'ladi. Agar kechikib qolsa davolash unumi yaxshi bo'lmaydi. Hayotimizga bevosita ta'sir yetadi. Mana bu sol tarafdagisi mushu dovsimizninki to'van tarafi sudak yo'lining atrofiga joylashgan normal ma'zi bezi bo'lsa, o'ng tarafdagisi mushu yo'g'inib olgan, cho'ng'iyib olgan ma'zi bezi o'smisi. Ya'ni buningda men yuqorida o'tgandagidek yaxshi sifatlik ma'zi bezi o'smisi va yomon sifatlik ma'zi bezi o'smisi ikkilisini o'z ichiga oladi. Yomon sifatlik ma'zi bezi bazninki qattiq yumshoqligi nisbatan qattiq bo'lib, mushu tekshirish jarayonida uningki qattiqlik darajasiga qarab farqlantirish mumkin, lekin eng oxirida aniq diagnoz qo'yish uchun shu ma'zi bezi to'qilmasidan ozroq o'rnak ilib tekshirishga to'g'ri keldi. Undaqda bu ma'zi bezi o'smisining kasallik alomatlari qandaq bo'ldi degan vaqtida men yuqorida o'tgandek mayli yaxshi sifatlik bo'lsin, yomon sifatlik bo'lsin, har ikkilisida ko'plagan o'rtaq kasallik alomatlari bo'lib, uning birinchisi kechida 2 qitimdan ortiq kichik tarat qilish, ikkinchisi kichik taratning miqdori ozlab, qitim soni ko'payib ketish. Üçüncüsü kichik tarat qiyilishish va yoki siyalmaslik. Bular mushu ma'zi bezi o'smisiga, ya'ni mayli yomon sifatlik olsun, yaxshi sifatlik olsun, har ikkilisida eng ko'p ko'riladigan kasallik alomatlari bo'lib, uningdan boshqa kichik taratdan keyin sudukini to'xtatolmaslik va yoki suduk tomchilab iqish, bu xil alomat yalnız bu ma'zi bezi o'smisida emas, ma'zi bezi yollig'idimi ko'rildi. Aningdan keyin 5-si kichik taratni kontrol qila olmaslik. Bumu ma'zi bezi o'smisi va ma'zi bezi yollig'ida o'rtaq ko'riladigan kasallik alomati. 6-si dovsi yo'g'nab ketish va börekka tosh paydo bo'lish, börek tosh paydo. Bu asosligi o'sha siyanmaslik, suduk siyish qiyilishish sababidan suduk badan ichida uzun turib qilish paydo bo'ldi va shu sababdan dovsi yo'g'nab ketadigan suduk yuqoriga qarshi, yuqoriga qarab besim tushiradigan ahvollar kelib chiqadi.
Yettincisi börek zayıflaşış. Bu mu? Şu siyemezlik bilen yani doğusu uzun müddet yukarı besim buluş. Şu sebepten yukarıga qarab besim işip miniş yani börekninki ajırtып қалған südükning tövenge iqishiga ta'sirga uchirganlikni yana to'sqinlikqa uchirganlikdan kelib chiqadigan bir alomat kasallik yani ergeçme kasallik börek zayıflashish. Sakkizinchisi bel tilib og'rish. Bu mayli yaxshi sifatlik ma'zi bezi o'smasi bo'lsin, yomon sifatlik bo'lsin yoki ma'zi bezi yollig'i bo'lsin, hammasida o'rtaq ko'riladigan kasallik alomati. To'qqizinchisi bo'lsa erlik jinsiy qobiliyat ojizlash. Bu mu o'rtaq bir kasallik alomat. Endi bu yomon sifatlik bilan yaxshi sifatlikning orasida qanday farq bor degan vaqtida yomon sifatlik shu ma'zi bezi o'smasi ya'ni ma'zi bezi rakida ba'zida sudukdan qon chiqadigan ahvollar bo'ladi. Biroq sudukdan qon chiqish ahvoli yolg'iz ma'zi bezi rakida bo'lib qoladigan alomat bo'lmasdan börek va suduk yo'lida tosh bo'lsimi undaq kasallik alomat ko'rildi. Shunglashqa bu ma'zi bezi rakiga aniq diagnoz qo'yish uchun cho'qim mutaxassisga ko'rinib alohida tekshirishlar orqali diagnoz qo'yishga to'g'ri keldi. Bu kasallik alomatlariga qarab aniq diagnoz qo'yish biroz qiyin. Undaqda qandaq kishilar ma'zi bezi o'smasiga oson giribtor bo'ladi degan vaqtida erlar 40 yoshdan oshganda ma'zi bezi normaldan yo'g'inashga boshlaydi. 50 yaşdan aşqan erlərinin 50%, 80 yaşdan aşqan erlərinin 80% bu xil kasalga giribtor bo'lishi mumkin. Biroq bu kasalga giribtor bo'lganlarning oran 50%da o'xshamagan darajadagi kichik tarat normalsizlik alomatlari bo'lib, faqat 25% amaliy davolash ilib boradi. Yani bir yerda ma'zi bezi o'smasi degan vaqtida bu o'sminiki yo'g'inash yo'lnishiga bog'liq. Agar bu ma'zi bezininki yo'g'inash yo'lnishi tashqi tarafga qarab yo'g'ongan bo'lsa, bundaqa bemorlarninki kasal alomatlari uncha ig'ir bo'lmaydi, aniq bo'lmaydi. Biroq ma'zi bezi mushu suduk yo'li tarafga qarab yo'g'ongan bo'lsa, bundaq bemorlarning kasal alomatlari nihoyatda aniq va ig'ir bo'ladi. Bu kasal alomatiningki ig'ir aniq bo'lishi ma'zi bezininki cho'ng kichikligiga bog'liq bo'lib qolmasdan, balki ma'zi bezining yo'g'ongan yo'lnishiga bog'liq. Ya'ni suduk yo'liga qarab yo'g'onsa, kasallik alomatlari ig'ir bo'ladi. Tashqi tarafga qarab yo'g'onsa, u ma'zi bezininki qanchalik yo'g'inishidan qat'iy nazar kasallik alomatlari uncha aniq bo'lmaydi. Lekin agar ma'zi bezi rakka giribtor bo'lgan bo'lsa, mayli qanchalik yo'g'inashdan qat'iy nazar, ya'ni kichikla vaqtida boshlanishda bo'lsa-mu, darhol o'z vaqtida davolash kerak. Bu rakni qancha burun bayqab, qancha burun davolasa, uning unumi shuncha yaxshi bo'ladi. Undaqda erlar nima sababdan bu kasal giribtor bo'ladi? Bu kasalning haqiqiy sababi toza aniq bo'lmasimi? Biroq ko'pincha mutaxassislar bu kasalning paydo bo'lishi yashangan kishilardagi jinsiy hormon tangpungligining buzilishi va erlik jinsiy hormonning rolining o'zgarishi bilan munosabatlik deb qaramoqda. Ya'ni yoshning cho'ngishiga ergishib erlar badanida yuz bergan bu jinsiy hormonlar tangpungligining buzilishi bu kasallikka paydo bo'lishda muhim rol o'ynaydi deb qaralmoqda. Ma'zi bezi o'smasininki oldini olish va uni davolash. Ma'zi bezi o'smining oldini olishda hamda hozir qadar alohida unumli bir usul yo'q. Bu men yuqorida o'tgandek, mush yoshning cho'ngishiga ergishib badandagi hormon tangpungligi buzilganlikdan kelib chiqqanlik uchun biz uni alohida unumli bir usul chora-tadbirlar bilan oldin olmaymiz. Biroq mushu baldur bayqash orqali
uninki davalash unumini alayda yuqori ko'targili bo'ldi. Bo'libmi bak mushu yaxshi sifatlik bilan yomon sifatlikni farqlantirish. Agar yomon sifatlik bo'lsa, uni vaqtida davalash mushu bemorning umrini uzartishda alayda muhim. Shunglashqa bu kasallik to'g'risida men qisqacha bir tushuncha berib o'tay dedim. Endi davolashda bo'libmi bak ma'zi bezi yaxshi sifatlik ma'zi bezi o'smasini mushu an'anaviy tibobat bilan davolag'ili bo'ldiganligi, uning belgilik unum borligi ma'lum. Ya'ni mushu an'anaviy tibobat yoki mushu fizikalik davolash yoki bo'lmasa g'arb dorilar bilan davolash orqali belgilik unumga erishgili bo'ladi. Ya'ni yaxshi sifatlik ma'zi bezi o'smasi bo'lsa, agar yomon sifatlik ma'zi bezi o'smasi, ya'ni rak bo'lsa, u vaqtida diagnoz aniq qo'yilgandan keyin eng yaxshisi o'z vaqtida operatsiya qilib davolash noytabak muhim. Operatsiyadan keyin ahvolga qarab boshqa qo'shimcha davolashlar ilib berilishi mumkin. Bu ningda alayda boshqa tanlash, ya'ni ko'p tanlash yoki bo'lmasa talash tortish yo'q. Faqatla ma'zi bezi o'smasiniki mushu yaxshi sifatlik bo'lgan vaqtida ularni mushu dorilar bilan, ya'ni an'anaviy dori yoki fizikalik davolash bo'libmi bak shu issiq o'tkazib berish, ya'ni ma'zi beziga issiq o'tkazib berish, u ya'niki qon aylanishini yaxshilash orqali mushu ma'zi beziniki cho'ngligini kichigiltish yoki bo'lmasa mushu kasallik alomatlarini yaxshilashda alayda unumi bor. Biroq men yuqorida deb o'tgandagidek, agar ma'zi bezi raki, ya'ni yomon sifatlik ma'zi bezi o'smasi bo'lib qolsa, u vaqtida uni qancha burun diagnoz qo'yib, qancha burun shu operatsiya qilib davolasa, uningki unumi shuncha yaxshi bo'ladi. Bugungi bu ma'zi bezi o'smasi to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Oldin qitimda men ma'zi bezi to'g'risida qisqacha bir tushuncha bergan vaqtida bu ma'zi beziniki mushu joylashish o'rni va uningki nima iqtidor borliqlari to'g'risida qisqacha so'zlab o'tgandim. Agar qiziqqan qarindoshlar bo'lsa, uni ko'rib chiqsa bo'ldi. Hammanglarning diqqat berganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.